Bugun sizlar bilan telefon ekranini noutbuk ekraniga qo'yishni o'rganamiz, ya'ni ulashni. Birinchi usul USB kabel bilan, ikkinchi usul shunday USB siz USB kerak emas uni ulash uchun. Birinchi bo'lib biz Chrome'ga kirib olamiz va mana shu link bilan mana shu ilovani yuklab olamiz GitHubdan. Buning nomi Script. Enterni bosamiz. Bu linkni men opisiyaniyada qoldiraman. Va pastga tushib, Windows uchun eng oxirgi versiyasini yuklab olamiz. Va mana bu yerda bu MacOS uchun, mana bu ikkita esa Windows uchun. Bu eng oxirgi chiqqani. Mana shuni ustiga bir marta bosganimizdan so'ng bu yuklanadi. Va bu yuklangandan so'ng ochib olamiz. Buni ekstra o'g'il qilishimiz kerak, bo'lmasa bo'lmaydi. Va o'zi ochiladi. Ustiga 2 marta bosamiz va bu faylning ustiga bosamiz. Va mana shunday qora oyna ochiladi. Bu yerda error deyapti, chunki men hali USB kabel bilan ulaganim yo'q. Mana endi USB kabel bilan ulab ko'rsataman. USB kabel bu telefonni zaryadchigining kabeli. Mana ulandi. Endi buning ustiga 2 marta bosaman. Va birpas kutganimdan so'ng bu ochildi. Bu mening telefonimning ekrani. Va paroldan ochdim. Mana buni mishka bilan ham boshqarsa bo'ladi. Telefondan ham boshqarsa bo'ladi. Endi buni USB kabelsiz ulashni o'rgataman. Buning uchun biz Microsoft Store'dan notebook uchun Asus Glide X ni yuklab olamiz. Va buni telefonga ham o'rnatamiz. App Store yoki bo'lmasa Play Marketdan. Keyin buning ichiga kiramiz. Bu QR kodni skaner qilamiz va sizning telefoningizning o'zi ulanadi. Agar skaner qilmasangiz ham bo'ladi. Bir xil Wi-Fi ga ulaysiz, telefonni ham, notebookni ham yoki kompyuterni. Va ulangan Wi-Fi mana bu yerda chiqadi. Ana o'sha telefon. Va ustiga bosamiz. Bu yerda bizdan so'ralyapti. Sen oyna sifatida ishlatasanmi yoki bo'lmasam klaviatura va mishkani ulamoqchimisan yo fayllarni bir-biriga o'tkazdirmoqchimisan deyapti. Bu yerda biz hozir buni ko'rib o'tamiz. Mirror, ya'ni oynani chiqarishni. Va biz ko'rsak telefonda mana shunday yozuv chiqadi. Biz qabul qilishni bosamiz. Va yuklaganimizdan so'ng mana shunga kiradi. Qabul qilishni bossak bo'ldi va boshlashni bosamiz. Va endi mana bu yerda ulanadi. Mana va telefonimizga xabar boradi. Buni o'chirib tashlaymiz. Va mana bu yerda bizning telefonimizning ekrani ko'rinib turibdi. Bu esa USB bilan qilganimizda mishka bilan ham boshqara olamiz. Lekin Wi-Fi bilan qilganimizda buning aksi boshqarib bo'lmaydi ba'zida. Lekin menda boshqarilmoqda. Agar buni minus qilib, buni ham o'zini boshqarsak bo'ladi. Va bunga kirib olamiz. Mana bu USB orqali, bu esa Wi-Fi ga ulanish orqali. Hozir menda USB ga ulangan turibdi. USB dan sug'ursam mana bu oyna yo'q bo'ladi. Mana buning guvohi bo'lasiz. Mana ulanish uzildi deyapti. Bugungi darsimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, like va obuna esdan chiqmasin. Bugungi darsimizga yakun yasaymiz. Hammaga xayr.